Kechirasiz, gazimiz bor. Tillamiz bor, uranimiz bor, paxtamiz bor. Meva sabzavotimiz bor, zahmatkash, mehnatkash xalqimiz bor. Gazsiz, ovozsiz O'zbekiston. Har yili qish kelishi bilan xalqni bir muammo qiynaydi. Gaz muammosi. Sovuq tushishi bilan uylar soviydi, gazlar o'chadi, bolalar sovqotadi. Metan zapravkalarida qatorlagan mashinalar kechasi bilan navbat kutishadi. Lekin bu holatdan amaldorlarning xabari yo'qdek. Hech biri munosabat bildirishmaydi. Nega gaz muammosi faqat xalqning muammosi bo'lib qolmoqda? Nega qishda gaz yo'q bo'lsa ham issiq kabinetlarda o'tirganlar buni his qilishmaydi? Nega metan zapravkalari oldida soatlab navbat kutayotgan odamlar orasida birorta ham amaldor ko'rinmaydi? Agar birgina qish kunida amaldorlar ham oddiy xalq kabi gazsiz qolsa edi, balki bu muammo allaqachon hal bo'larmidi. Agar ular ham sovuqda metan zapravkalarida soatlab navbat kutsa edi, balki xalq dardini tushunisharmidi. 12da kelgandim-da. 3 soat bo'ldi. Gazni kutib aynalib yuribmiz endi. Gaz yo'q chiqadi. Telefonlarda bugun ochadi 10 dan 4 gacha urdi. Gruppalarda. Endi hozir yana telefonda qarasak, vazirlar hokimlarga o'tkazib berdi. Hokimlar hal qiladi. Energetika vaziri. Shunaqangi muammo bo'lib, biz vodiyda shunaqangi sarsongarchilikda. Bunga bir yechim topish kerak. Bu xalqni ham jicha o'ylash kerak. Va xalqdan nima aybi bor ekanini bilmadim. Hamma qiynalyapti. Bizning qimmat. 10 ming tepasida. Hozir nima qilasiz endi? Hozir yo'q gazni kutib o'tirsin. Nima qilamiz endi hozir? Kutib o'tiribsiz, nima deydi? Chiqmagan jondan umid. Biz endi hozir 10 ming tepasida-da. Xatga borish kerak, endi hayronmiz. Eng achinarlisi, xalq endi nafaqat gazdan, balki gapirishdan ham qo'rqadigan holatga keldi. Endi to'g'ri, yoshlar hozir nima bo'lgan taqdirda ham to'g'ri, o'zidan ham jonidan ham qo'rqadi. Muammo bor, lekin uni aytishga jur'at yo'q. Chunki kecha gapirganlar bilan nima bo'lganini hamma ko'rdi. G'ayrat Do'stov esingizdami? O'tgan yili G'ayrat Do'stov bilan bog'liq voqealardan keyin hech kim gaz talab qilib chiqmasa kerak. Axir kim ham qamalishni istaydi? Gaz to'g'risidami yo fuqarolar to'g'risidami pushaymonman undan. Undan bu kim panel degan joyda arzimkan shu janjalga? Yo'q, arzimaydi. G'ayrat degan so'zni o'ziyoq odamlarni cho'chitadigan bo'lib qoldi. Bizni xalqqa g'ayrat yetishmayapti. Endilikda xalq dardini ichiga yutishni, sukut qilishni afzal ko'rib qoldi. Gaz bilan bog'liq shuncha muammo yetmagandek. Yaqinda Alisher Qodirov chiqib, uyda gaz yoqmasligimiz kerak. Gaz qimmatbaho resurs. Biz gazdan unumli foydalanishimiz kerak dedi. Gaz juda qimmat resursda, u tillaga teng resurs. Masalan, biz hozir ovqat pishirish uchun, uy isitish uchun ishlatyapmiz. Lekin biz shuncha qimmat yer tagidan kavlab olingan, katta mehnat bilan kavlab olingan qo'shimchasiga agar mahsulotga aylantirib qayta ishlab sotadigan bo'lsak, 1-10 ga aylantirish imkoniyatimizni so'rayapmiz-da. Gazni biz katta daromad keltiradigan bir resurs sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shanda boyxat bo'lamiz. Uy isitish, ovqat pishirish uchun bizda mana hozir energetikamiz juda tez rivojlanyapti. Konditsioner yoqsangiz uyingiz issiq. Gazda yoqib shuni bir kunlik ishlatilgan qancha kub gazni ishlatish zarurati bormi? Yo'q. Shu darajaga kelishni fikrlashni boshlagan o'zbek xalqi albatta boy bo'ladi. Uning gapiga ko'ra, uyimizda gaz yoqmay sotsak, xalq boyib ketar emish. O'tgan yili O'zbekiston rekord darajada oltin sotdi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston 2025-yilning 9-oyida qimmatbaho metall eksportini amalga oshirgan yagona davlat bo'ldi. Yillik kesimda respublika 21 tonna bilan dunyodagi eng yirik oltin sotuvchisi maqomini saqlab qolib, Singapur va Rossiyani ortda qoldiryapti. Umuman olganda, yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston tarixiy maksimumni yangilab 9,9 milliard dollarlik oltin sotdi. Lekin xalqqa foydasi bo'ldimi? Yo'q. Sotilgan oltinlardan bizga biron foyda bo'lmadi. Aksiga olib davlat qarzi, ya'ni bizning qarzimiz
kun sayin ko'paymoqda. 1-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi ilk marta 44 milliard dollarga yetdi. Bu miqdor jon boshiga hisoblansa, har bir o'zbekistonlikka 1154 dollardan to'g'ri keladi. Oltin qancha sotilsa ham xalq buni his qilmaydi. Chunki oltin tirikchilik uchun shart bo'lgan resurs emas. U yo'q bo'lsa ham yashash mumkin. Lekin gaz hayot masalasi. Gaz bo'lmasa uy muzlaydi, qozon qaynamaydi, xalq azob chekadi. Odamlar buni o'z boshidan o'tkazmoqda. Alisher Qodirovning gaplari muammoni hal qilish uchun emas, balki xalqning og'zini yopish, noroziligini bosish uchun aytilayotgan navbatdagi mas'uliyatsiz bayonotlardir. Uni gaplaridan go'yoki xalq gaz yoqqani uchun aybdordek. Mayli gaz qimmatbaho resurs ham deylik. Uni sotishimiz kerak ekan. Nega unda elektrga limit qo'yildi? Agar uyni isitish uchun gaz o'rniga elektrdan foydalanishimiz kerak bo'lsa, uni alohida bayonot qilib chiqish shart emas. Elektrni arzon qilib qo'yilsa bas, xalq o'zi gazdan voz kechadi. Bu bayonotlardan maqsad xalqni chalg'itish xolos. Energetika vazirini senatda chiqishlarini ko'rib, menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldiki, demak kelgusida bosqichma-bosqich gazdan voz kechilib, elektr energiyasiga o'tiladi, uylar elektr energiyasi bilan isitiladi. Demak, ovqatlar plitali elektr energiyasida bo'ladi. Endi menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldi. Agar shunaqa bo'lsa, bitta savol tug'iladi. Nima uchun biz gazdan voz kechishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun odamlar uyni arzonga isitish mumkin bo'lgan paytda qimmatga isitish kerak? Nima uchun? Mana Norvegiya misol keltirilibdi, u savol bermayapti-da, hech kim. Men hayron qoldim bu. Senatorlarimiz mana shu joyda ham savol bersa bo'ladi-ku. Norvegiyada oylik olayotgan odam oyligini qancha foizini energetika resurslari uchun sarflaydi, bizda qanchasini sarflaydi degan savol bersa bo'ladi-ku. Keyin bu o'zi gazimiz bo'lsa, nima uchun biz endi elektr energiyasiga o'tishimiz kerak? Nega bolalarimiz sovuq uyda o'tirishi kerak-ku? Boshqa davlatlar bizning gazimiz bilan zavodlarini isitishi kerak. Ey Alisher Qodirov, siz uyda gaz yoqmaysizmi? Sovuqda turgan, sukut qilayotgan, lekin ichidan qaynayotgan xalq hozircha jim turibdi. Ammo jimlik rozi bo'lish degani emas. Sabrning ham oxiri bor. Agar rahbarlar, deputatlar, jumladan Alisher Qodirov haqiqatan ham xalq tomonida bo'lsa, nega O'zbekiston gazi bo'la turib, xalq gazsiz yashashi kerak degan savolni berar edi. Lekin bu savol berilmayapti. Chunki savol berilsa, javobgarlik ham boshlanadi. Davlat xalqni tinchlantirish uchun ba'zi xoin imomlar va blogerlardan ham foydalanadi. Blogerlar-ku mayli, ular johil deyish mumkin, lekin imomga nima bor deysiz? Endi hozir gaz tanqisligi yoki svet tanqisligi bo'lib turgan paytida hamma odam svetdagi, ya'ni elektrositda ishlaydigan odamlarni bir qancha so'kay turgan odamlarni ko'rib qolamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sovuqmi? Birodarlar, sovuq o'zimiz sovuq. Qormi? O'zimizni qor. Yomg'irmi? Bu o'zimizni yomg'ir. Hammasini kerak bo'lsa bizdan ko'ra ko'proq foydasi tegadi bu yerga. Gaz muammo bo'layaptimi? Uylarimiz sovuqmi? Sovuq. Qiynalyaptimi xalq? Qiynalyapti. Buni yechimini nima qayerdan topamiz? Gazni yechimini qayerdan topamiz? Ilm bilan topamiz. Ey imomlar, xalqni tinchlantirish uchun sabr haqida gapirganingizda, yer osti boyliklari xalqniki. Xalq mulkini sotmanglar, ko'pchilikning molini yeyapsizlar. Bu shariatda harom qilingan amal deb ham gapiringlar. Ey xalqni tinchlantirayotgan davlatparast imomlar, ey metan zapravkasida gaz yo'q bo'lsa ham, kameraga qarab, uyimizda gaz yonib turibdi. Shuning uchun metanda gaz yo'q deyishga uyalmaydigan blogerlar. Sizlar kimni aldamoqchisiz? Agar uylaringizda gaz yonib turgan bo'lsa, bu muammo hal bo'lgani emas. Xalqni uyida gaz yo'q. Bolasi titrayapti. Ular metanda soatlab sovuqda navbatda turibdi. Bu xalqni ahmoq o'rnida ko'rish. Sizlar bloger emassiz. Sizlar jurnalist emassiz. Sizlar buyruq bajaruvchilarsiz. Qayerda davlatni noqonuniy haqiqatini yopish kerak bo'lsa, sizlar chiqasizlar. Qayerda xalq g'azabi ko'tarilsa, sizlar hammasi joyida deysizlar. Bu qanaqa mantiq? Sizlar xalq bilan bir tomonda emassiz. Sizlar xalq dardini emas, buyruqni o'ylaysiz. Davlat topshirig'ini bajarib, xalqni ayblash vatanparvarlik emas, bu vijdonsizlik.
Agar sizlar xalqni zarracha o'ylaganingizda, nega xalq sovuqda bo'la turib, gazimiz boshqa davlatga eksport bo'lyapti degan bo'lardingiz. Lekin bu savollar sizlarga kerak emas. Chunki savol bersangiz, joyingizdan ayrilasiz. Shuning uchun sizlar haqiqatni emas, ssenariyni gapiryapsiz. Bilib qo'ying. Xalqni o'ylamagan, xalq dardini mensimagan, gaz yo'qligini oqlagan har qanday odam lavozimi, blogi yoki obunachisi qancha bo'lishidan qat'iy nazar xalq la'natiga qolgan odamdir. Biz bugun gaz haqida gapiryapmiz. Lekin aslida gap gazda emas, gap adolatsizlikda, gap omonatga xiyonatda. Islomda mulk ham, hokimiyat ham omonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: har biringiz mas'ulsiz va qo'l ostingizdagilar uchun javobgarsiz. Gaz Alloh bergan ne'mat. Bu ne'mat eksport hujjatlarida chiroyli ko'rinishi uchun emas, bu ne'mat avvalo oddiy xalqni haqqi. Agar bir yurtda bolalar sovqotib, gaz yoqmasin deyish odatga aylansa, bu tejash emas, bu zulm. Alloh zulmni harom qilgan. Zulm faqat urush yoki qamash bilan bo'lmaydi. Zulm haqqini bermaslik hamdir. Bugun buyruqni gapirib, haqiqatni yopganlar bilsin. Qiyomatda Allohning huzurida na lavozim, na obro' yordam beradi. U yerda sen nega xalq mulkini yeding, nega zolimlar tarafda turding degan savollar bo'ladi. Javobingizni tayyorlab qo'ying. Ummat ovozi shuni aytadi: biz fitna xohlamaymiz, biz buzg'unchilik xohlamaymiz, biz faqat adolatni xohlaymiz. Alloh mazlumning duosini rad etmaydi va sovuq uylarda qilingan mazlumlarning duosi osmongacha yetadi. Bugun gapirilmagan haqiqat ertaga qabrda gapirtiriladi. Shuning uchun haqiqatni aytish jasorat emas, iymon masalasi. Alloh bizni zulmni oqlovchilardan emas, haqni aytib sabr qiluvchilardan qilsin va bu yurtga adolat qaytishini nasib etsin. Allohumma amin. Viloyatda sovuq jon oldi, ko'z yoshlarim yuzni yuvurlar, poytaxtdagi kulbamda qoldi, zangori olovli quvurlar. Yig'lagandan chiqmaskan foyda, haqqing yotga sotilgan joyda, bearmon yonursiz Xitoyda, zangori olovli quvurlar, ko'mir yoqib chiqmas unimiz, o'tin tanqi sovuq tunimiz, tezaklarga qoldi kunimiz, zangori olovli quvurlar, holi abgor bo'layotirmiz, g'am g'ussaga to'layotirmiz, sizsiz sovuq o'layotirmiz, zangori olovli quvurlar. Bir pul bizda xonning farmoni, bo'lib badavlatning darmoni, bo'ldingiz faqirning armoni, zangori olovli quvurlar. Bormi bizday xor bo'lib singan, mol axlatin yoqib isingan, yelkasiga qarchalon mingan, zangori olovli quvurlar. Haqiqatni aytardim biroq, aytsam mamlakatdan quvurlar, men qo'rqoqman emasman shiroq, zangori olovli quvurlar.